Bir daqiqada buxgalteriya mini kurs 14-qism. Darslarni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'ying. Bugun sizlar bilan nomoddiy aktivlarga amortizatsiya hisoblash mavzusida gaplashamiz. Nomoddiy aktivlarga nima uchun o'zi amortizatsiya hisoblaymiz? Ana o'shani bilib olishimiz kerak. Biz nomoddiy aktivni sotib olayotganimizda birdaniga pul sarflaymiz, lekin o'sha pulni bo'lib xarajatlar tarkibiga qo'shamiz. Ana shu amortizatsiya deyiladi. Masalan, oddiygina dasturiy ta'minot sotib oldik. 5 million so'mga dasturiy ta'minot sotib oldik va uni 5 millionni biz hozir xarajat deb qarolmaymiz. Sababi u dasturiy ta'minotdan biz bir necha yillar davomida foydalanamiz. Ana shuni biz bo'lib xarajat sifatida ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Va bu to'g'ri chiziqli usulda hisoblanadi. Nima uchun aynan to'g'ri chiziqli usulni o'rganishimiz kerak? Chunki bu Soliq kodeksining 306-moddasiga asosan chegaralanadigan xarajatlarga kirganligi sababli aynan shu osongina yo'lini o'rganamiz. Nomoddiy aktivlarni amortizatsiya shotlari 0,5-shotlarda yuritiladi. 0,5-10dan 0,5-90gacha bo'lgan shotlar hammasi amortizatsiyalanadigan shotlar hisoblanadi va bu kontraktiv shot hisoblanadi. Uni darslarimizda mukammal o'rganib olishimiz mumkin. Darslarimizni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'ling va buxgalteriyaga qiziqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying.